Chunki biz biriga havas qilsak, o'zimizni havas qilmaymiz-da. Unda bizda yo'q bir narsa. Havas shunday bo'ladi. Havas qilyapmizmi? Bizda yo'q bir narsa bor. Hali yetib kelmadik u narsaga. Istaganingiz havas qiladigan odamni hayotiga qarasangiz ikkita narsani ko'rasiz. Ular inson bo'lish san'atini topganlar. Payg'ambarimizdan boshlang, aqlingizga keladigan, istagan havas qiladigan odamingizga qarab keling, ularda ikkita muhim narsa bor. Birinchisi shaxsiyat. Ya'ni bizni havas qiladigan bir qilib turgan narsa undagi shaxsiyat. Uning kimligi emas, ya'ni kimligi derkan, kimlardan u, falonchilardanligi emas. Va ikkinchi bir xislat jamol. Estetika. Ya'ni biz havas qiladigan odamlarni aksariyatida go'zallik bor hayotida. Tutumida, gapida, hayot tarzida, qarorlarida, qiziqishlarida bir go'zallik ko'rasiz. Har doim ko'rasiz buni.